but incredibly proud of his American citizenship, which he gained in 2024. Sadikov 1 inch taller at 5'10", slight inch and a half edge in reach. Lies with Motov. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 15 wins, 5 losses, 1 draw, 1 no contest. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 1/2 pounds. Fighting out of Phuket, Thailand, and now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a freestyle fighter holding a professional record, 10 wins, 1 loss, 1 draw. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Brooklyn, New York, USA, by way of Baku, when the action begins, our referee in charge, Lucas Bosaki. Nazim Sadikov. Lukash Bozaski demak ushbu jangga referilik qiladi. Nazim deb hamma baralla qo'llamoqda Nazim Sadiqovni. Demak, birinchi raund boshlandi. Low kicklar bilan boshlandi birinchi raund. Albatta, Nazim Sadiqov aytib o'tganidek, oktagon ichidagi ijodkor jangchilardan biri. Har xil uslublarni, har xil fintlarni qo'llay oladi. O'zi ijodkor deganda menimcha ko'pchilikning ko'z oldiga Zabit Magomedsharipov kelsa kerak. Aynan Zabitning uslubiga o'xshash jangchilar UFC'da hali hamon topilmoqda. Albatta, Zabitni to'liq takrorlay oladigan hozircha chiqqani yo'q. Low kick bilan javob beryapti Mota. Og'ir low kicklarni yo'llayapti. Sadiqovga nisbatan tana qismiga zarba. High kick Motadan. Hozircha aniq zarba yuz qismiga aynan bo'lgani yo'q. Hozir hujumga o'tish jarayonida o'z zarbani o'tkazib yuboryapti Nazim Sadiqov. Uppercut zarbasi Sadiqovdan. Nikolas Mota ham albatta yengil vazn toifasining o'sha yosh va umidli jangchilardan biri hisoblanmoqda. Chunki u ham yomon jang o'tkazayotgani yo'q. Shu sababdan bu jang o'ziga xos holda qiziq. Mana bu xatodan yaxshi foydalandi Nazim. Low kick. Tana qismiga zarba o'tkazib yuboryapti Sadiqov. Mana bu yerda yana bir nechta zarbalar o'tkazib yuboryapti. Nikolas Mota hozir xavfli harakat qilyapti Sadiqovga nisbatan. Shunchaki passiv himoyaga o'tib ketishi ham mumkin. Mana bu yerda zarbalar o'tkazib yuboryapti. Yaqin masofani ham o'xshata olmayapti Nazim Sadiqov. Oqibatda zarbalar qabul qilib olishga majbur bo'lyapti. Himoyalanyapti faqat va qulayapti. Zarbalar ketidan zarbalar o'tkazib yubormoqda. Menimcha oson mag'lub bo'lmasa kerak, chunki Vyacheslav Borshevga qarshi jangda ham og'ir zarbalar o'tkazgandi, lekin mag'lub bo'lmagandi. Hozir esa shunchaki passiv himoyada turibdi. Referi ham tayyor jangga aralashishga. Menimcha bunday davom ettirish o'ziga ham foyda keltirmaydi. High kick zarbasi endi Sadiqov ochildi. Go'yo bir darvozaga gol kirdi-yu, endi o'yin ochilib ketayotgandek. Odatda futbolda shunday bo'ladi-ku. Mana endi navbat Sadiqovga yetdi. Zarbalar Sadiqov tomonidan go'yo bir kino ko'rayotgandekmiz. Avval raqib tomon, keyin boshqa raqib tomon zarbalar bermoqda. Navbatma-navbat. Hurmat bilan deydi-ku.
charchab qolishdi menimcha. Biroz tanaffus qilishadi albatta. You can see Mota, he's taking deep breaths over there. Sadikov needs to break. Mana bu yerda yana og'ir zarbalar o'tkazib yuboryapti. Bu jang bilmadim oxirigacha bormasa kerak. Yana zarbalar ketidan zarbalar. Sadikov endi oldinga boryapti. Nice long combination from Sadikov. What a fight. Got this crowd right back into this right now. Sal qoldi. Muxlislarning yuragi menimcha tovoniga tushib qolgani aniq. Mana shu arenada o'tirgan. Chunki Nazimov juda bir ajoyib yiqildi. Mana bu yerda esa endi Mota himoyada. The fight we expected from these two men. High kick, low kick. Mana bu yerda high kick o'zidan Mota yaxshi harakat qilyapti. Ikkala jangchi ham yetarlicha harakat qilishmoqda. Mana shu oqshomning eng yaxshi jangiga da'vogar bo'lish uchun. Takedownga harakat qilib ko'rdi Sadikov, lekin bermadi Mota. Hozircha panjara yonidagi nazorat. Menimcha juda ham qiziq jangni tomosha qilyapmiz hozir. Sadikov odatda mana shunday janglar o'tkazadi. 15 soniya vaqt bor birinchi raundda. Menimcha juda ko'p zarba o'tkazib yubordi Sadikov. Aniq bo'lmagan bo'lsa ham knockdown holatiga tushib chiqqanga ham o'xshab qoldi-da. Mana bu yerda esa ikkita zarbani bongdan so'ng o'tkazib yuborgani uchun kulib ham qo'ydi Nikolas Mota. Bu yerda hammasi joyida, kelishib ketishdi. Let's go that 1-2 inside, but set it with your hands. Feel good? You I see want everything, no? hands first. Hands first. Well, make it easy this time. I want to see what in and out. You're moving. We don't need to brawl. Let's be fucking dynamic, okay? You got this. Take control. Qizg'in kechgan jangning ikkinchi raundi boshlanmoqda. FX's Emmy Award-winning series The Bear returns following Carmi, Sydney and Richie as they push forward determined. Ko'ramiz ikkinchi raundni bir ehtiyotkor boshlasharmikin yoki yana mana shunday kuchli jang ko'ramizmi? One of the rounds of 2025 turned in by Nazim Sadikov and Nicolas Mota. What does round 2 have in store? Yeah, the crowd absolutely loves it. They are making a lot of noise. In the corner of Sadikov, Ray Longo saying, listen. Mana bu yerda zarba o'tkazib yuboryapti Sadikov. You're better, you're more technical. Ikkala jangchining ham texnikasi yuqori darajada. Mana bu oqshomga rosta kamiga olov qo'shib berdi bu jang. Oktagon chetida harakat qilyapti Mota. Hozircha oldinga borishga shoshilmayapti. Aylanma zarba Sadikovdan kulib qo'ydi shunchaki Mota bu zarbaga. Ortiqcha reaksiya bildirmadi ham. Jab zarbalari. Yaqin masofada jangga Mota rozilik beryapti. Zarba qabul qilib olishga ham tayyor. Provokatsiya ham qilyapti raqibni, mana bunday kulib qo'yib. Nazim Sadikov hozir zarba o'tkazib yubordi. Motada jarohat ko'ryapmiz qayerdadir. Undoq jarohat bor aniq, qon qayerdandir oqyapti. Hozircha aniqlik kirita olmadim. Jab zarbasi Sadikovdan. Ortga chekinyapti Mota. High kick. Uppercut zarbasi, mana bu yerda bir necha zarbalar endi Sadikovdan. Jab zarbasi Motadan. Yana ikkitalik jab.
Dishes that with the right hand. And big right. Mana bu yerda hozir Mota yaxshi harakat qilyapti, zarbalarni aniq o'tkazib. Endi jarohat hozircha his qilmayapti jarohatni. Mana bu yerda bir qancha zarbalar aniq chiqdi. Motada ham yaxshigina baquvvat ekan. Qabul qila oladi zarbalarni. He's not forcing the techniques. He's smooth. Ya, mana bu ikkitalik zarba og'ir chiqdi juda ham. But also very powerful without loading guns. Yarim daqiqa vaqt bor. Ikkinchi raundda Into the body. yana bir qancha zarbalar. Sadiqov hozir juda yaxshi harakat qilyapti. Ikkinchi raundga kelib jang u tomon og'ib ketdi. Still dangerous even when he's getting hit into these close. Lekin Mota hali hamon xavfli. Maksimal darajada qarshilik qilishga harakat qilmoqda. Tirsak zarbalarini ko'ryapmiz. And Moto will try to take some air out of it. Mana shu Sadiqovni, Nazim Sadiqovning yuz tuzilishini, endi jang uslubini demayman, chunki jang uslubi boshqa, lekin yuz tuzilishini men Saidyoqub Qahramonovga ham o'xshatib yuboraman. Both sides. Was the big step in elbow met with the wagging tongue of Mota. Again, Bir nechta zarbalar ko'ryapmiz yana. Jab zarbasi Sadiqovdan. Bir qancha zarbalarni o'tkazib yuboryapti Mota, lekin shunda ham taslim bo'layotgani yo'q. Motor's firing back. He's got to be careful. Bir yarim daqiqa vaqt bor. Very long time right now. Without Guys question. are getting after it. Well, it's high Elbows, pace. It's knees, technical. head kicks. Davom etadi og'ir zarbalar. Going ballistic. And you know what? They're both Sadiqov ham qabul qilib olyapti lekin zarba. lethal intent, but Faqat jarohatli zarbalar Sadiqov tomonidan bo'lyapti. Zarbalar statistikasini ko'rishingiz mumkin. Birinchi raund Mota rostakamiga oldinda bo'lgan. Ikkinchi raund hozircha Sadiqov kichik ustunlik bilan oldinda ketyapti. and remember in that Shunda ham qolishgani yo'q Mota. close to ending the fight had Sadikov pinned against the fence. Biroz oktagon yonidagi, ya'ni panjara yonidagi nazorat. And Sadikov has responded big time in the second round here. yeah, and watch for the elbows of Sadikov. Tana qismiga, bosh qismiga zarbalar ulanyapti. Mana bu zarba esa yakunlovchi bo'ldi. Bo'ldi, tugadi. Sadiqov g'alabani qo'lga kirityapti. Aynan o'sha zarba yakunlovchi zarba bo'ldi. Shuncha zarbani ko'targan Mota oxirgi zarbani ko'tarishga kuchi yetmadi. Albatta Ozarbayjonning birinchi hozircha mana shu oqshomda jang qilayotgan birinchi jangchisi va u g'alaba qozonyapti. Mana bu yerda o'yinga tushib ham qo'yapti. Og'ir jang bo'ldi u uchun. Birinchi raundda qanday holatdan chiqqanini ham yoddan chiqarmaslik lozim. Now a look at tonight's blaze and knockout moment brought to you by Buffalo Wild Wings. This was an Demak, takroriy lavhani albatta bizga hozir namoyish etishadi. Bu menimcha boshidanoq namoyish qilishga qaror qilishgan ko'rinadi. Ovozi ham o'chib qoldi. O'zi Ozarbayjondan kelayotgan mana bu efirda muammolar bo'lyapti, ba'zida o'chib qolyapti. Hozir mana shu yerda menimcha yanglishmasam zarba, yakunlovchi zarba mana shu yerda bo'ldi. O'tkazib yubordi zarbani va referi ham vaqtida aralashdi. Juda ko'p zarba o'tkazib yuborgandi aslida, faqat mana shunisi hal qiluvchi bo'ldi. Unbelievable fight. Unbelievable. Gap bo'lishi mumkin emas. Nazim Sadiqov Especially with how bad juda ham g'alabaga munosib jang qildi bugun. performance like that here in Azerbaijan in front of his home crowd where he was born. Unreal, man. There we go. Here we go now. John Wood, Ray Longo have a nice Albatta, partnership. Murad Nazim Bilal Sadiqov willing to murabbiylari talk, xususdan enthusiastic, and especially for his teammate tonight. The unbeaten streak is now 12 for the rising Black Wolf, Nazim Sadikov. We'll make it official and hear from him when we come back. Birozdan so'ng albatta jang g'olibini e'lon qilib berishadi. Ungacha esa biroz tanaffus.
Fight Night is presented by Bud Light, who reminds you to drink responsibly. And in part by Buffalo Wild Wings. Let's go Sports Bar. Demak, bizga g'olib nomini e'lon qilib berishadi. Eshitib olamiz. Ladies and gentlemen, referee Lucas Masaki has called a stop to this contest at 4 minutes, 17 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO Nassim. Azim Sadiqov albatta g'alaba qozonyapti. Do'stlar, keyingi jang Tofiq Musayev va Muqtabek O'rolbek o'rtasida bo'ladi. Ungacha esa biroz dam olaman. Keyingi jangda ko'rishamiz.